Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat bugun o'sha kun keldi. Ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga bugun javob topamiz. Ya'ni Avstraliyaga qanday qilib kelsa bo'ladi, qanday qilib vizalarga topshirsa bo'ladi yoki qanday qilib top universitetlarga kattaroq grantlar yutish mumkin. Bugun ko'zga ko'ringan konsaltinglardan biri, ya'ni KTM Consultingda ishlaydigan O'zbek akamizdan intervyu olamiz. Ya'ni bir kunimizni o'tkazamiz o'sha akamiz bilan. Ketdik. Mana nihoyat akamiz bilan ko'rishdik, KTMda ishlaydigan. Aka, kameradagilarga o'zingizni bitta tanishtirib qo'ysangiz. Hammaga salom, ismim Mirabbos. Hozirgi kunda Sidney, Avstraliyada o'qib ishlab kelamiz. Omadbekka o'xshab. Aka, bo'lmasa ozgina umumiy savollardan beradigan bo'lsa, Avstraliyaga qachon va qanday kelgansiz? Avstraliyaga kelishim ko'pchilikka o'xshab tekis bo'lmagan meniki. Omadbek ham shunaqa, bilsalaringiz kerak. Bakalavrda hozir 4-kursda o'qiyman. Ya'ni hafta bitiraman, tabriklab qo'yishlar mumkin. Birinchi yilimi men Dubayda o'qiganman. Ikkinchi yil Singapurda o'qiganman. Qolgan 2 yilni mana Sidney, Avstraliyada o'qib kelyapmiz. Bo'lmasa aka, hozir bitta ko'p turmaylikda, kunimizni hamma avstraliyaliklarga o'xshab bitta kofedan boshlasa, qolgan suhbatimizni kofe shopda ozgina davom ettirsa, agar vaqtingiz olmasa. Aka, bo'lmasa kelgan turamiz. Bemalol turamiz. Mana kamera. Kelgan joyimizdan davom etamiz. Xo'p, hammada ham endi qiyinchilik bo'ladi. Men qanaqa qiyinchiliklar bilan yuzlashgansiz deb o'tirmayman. Prosta o'zimiz bilamiz, baribir chet elga chiqqandan keyin baribir kichkina detallar bo'ladi. Kichkina detallar ham katta rol o'ynaydi. Siz birinchi kelganingizda qanaqa ishda ishlagansiz va qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? O'zimni qiynalganim hisoblamayman, chunki oldingi yashagan joylarim Dubay, Singapur menga ancha yordam bergan, immunitet hosil qilgan. Shuning uchun birinchi ishim paintingda ishlaganman, ya'ni shu kraska qilishda, qurilishda ishlaganman. Shu 3-4 oy ishlab, bundan keyin sotuv yo'nalishida ishlab, shopping mallda narsa sotardik, o'yinchoq bir narsalar sotardik. Bu yerda ham bir yilga yaqin ishladim. Ondan keyin yana qurilishga o'tdim, lekin bu safar biznes sifatida ishladim. Uje shu qancha bir yil bo'lgan bo'lsa, Avstraliyada ancha tanisha orttirib, kerakli tanish orttirib, qurilish sohasida boshqa qilib, biznes sifatida bilgan narsamni shu kraska qilishni boshladim. Kuniga $2000 topgan kunlarim bo'lgan, $1000 topganim har xil. Lekin mas'uliyat katta. Biznes qilgan odamda mas'uliyat katta. Ya'ni katta pul bor joyda katta risk ham bo'ladi. Albatta. Men riskga tayyor edim. Lekin eng muhim narsa obro'yimni yo'qotmasligim kerak. To'g'ri. Bilmasam ham ishdan olardim, YouTube'da ko'rib o'rganardim. Qanday qilardi buni? Shuna bo'lgan. Undan keyin shu orada endi dastlabki qilardim, boshqa qilardim. Lekin ular hisoblamasa ham bo'ladi. Asosiy ishim shu. Painting shu biznes bo'lgan keyin. Undan keyin mana shu konsalting ishga kirganman. KTM Consulting Groupga ishga kirganman. Hozirgi kungacha ishlab keldim. To'g'ri. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, hozirgi keladigan, masalan, siz o'zingiz aytyapsiz, Singapurda, Dubayda yurgan paytingiz baribir chet elda yashash, chet elda qiyinchiliklarga baribir immunitet hosil qilgansiz. Ya'ni siz uchun kelib bitta uy topa olmaslik yoki ish topa olmaslik shok holat bo'lmagan. Ya'ni bilasiz, qancha vaqt olishini yoki nima qilsa ish topa olishingizni, uy topa olishingizni bilasiz. Hozirgi yangi kelmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanaqa tavsiyalar berasiz? Ular nimalarga tayyor bo'lib kelish kerak? Endi qiyinchilik hamma joyda bo'ladi, shuni to'g'ri qabul qilish kerak. Bu vaqtinchalik deb o'ylayman. Hammada bo'ladi. Gap shundaki, qana yondashasiz bu narsaga. Mana shu yaxshiroq bo'lishimga, mana shundan o'tishim kerak degan mindset men uchun eng yaxshi bo'lsa kerak. Menda shu narsa bo'lgan, oldin bo'lmagan, shok bo'lgan, uyga to'g'rilarim kelgan, lekin bu safar menda bo'lgan shu narsa. Shuni tavsiya qilaman, keyin kelgunlaringdan oldin Avstraliya qanaqa, YouTube'larda video ko'ringlar, ish, o'qish, odamlari qanaqa, lifestyle, nima ishlar qilsa bo'ladi. Umuman xatabi shu qanaqadir rasm paydo bo'lish kerak. Bu yerda o'ylaganchalik baland binolar har qadamda emas. Shunaqa deb o'ylaydiganlar bor. Unaqa emas, odamlari boshqa. Shuni to'g'ri qabul qilish kerak. Qancha o'rganib kelsa, men uchun shuncha yaxshi, tayyor bo'lib keladi. Shu reklama o'rnida aytib o'tib ketay, men o'zimni YouTube kanalimda va Instagram kanalimda shu Avstraliya hayoti haqida video qilaman.
mani kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar va sizlar ko'p narsalar o'rganib olishinglar mumkin. Men hozirgi ishingizga juda ham ko'proq qiziqdim. Nafaqat men, balki meni kuzatayotgan obunachilarim ham qiziqishyapti bu narsaga. Ya'ni Avstraliyaga qanday qilib vizaga topshirish mumkin, qanaqa dokumentlar so'raladi va qanday qilib top universitetlarga grantlar yutish mumkin. Bilamizki, Avstraliya universitetlari bunaqa katta grantlar taklif qilmaydi o'quvchilarga, to'g'rimi? Lekin men bilishim bo'yicha KTM, ya'ni siz ishlayotgan konsalting bilan shuni ozgina bo'lsa ham iloji bor ekan. Ozgina bo'lsa ham emas, ilojini qilsa bo'ladi. Ko'p o'quvchilarga berilgandan ko'proq grant taklif qilishimiz ham mumkin. Albatta bu o'zini terms and conditions deb qo'yadi, shularga bog'liq. Agar mana shu ish haqida gaplashmoqchi bo'lsa, xohlasanglar ma'qul kelsa, ofisga chiqib gaplashaveramiz. Zo'r bo'lardi ofisingizga chiqib, attagi atmosferani ko'rib, xo'p, kelishimdan oldin ozgina research qilib ko'rdim KTM haqida. Ozgina, ko'p emas. Bilishimcha ko'plab joylarda branchlari bor ekan bu konsaltingni. Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Stand turibdi. Mana shu yerda gapirsam bo'ladi. Biroz mana shu ofisimiz, Sidneyda ofis. Sidney ofisida Kevada ham bor, 4-etajda. Mana 10 yildan ko'p experience bor. Kompaniya kecha ochilmagan. Shu 2014da ochilgan. 20 tadan ko'p branch bor. Mana hammasi yozilgan ekan. Endi umumiy qilib aytsak, Avstraliyaning har bitta shtatida bor. Asosan branchlar Osiyoda, Sri Lanka, Filippins, Tailand, Nepal, Indiya, Bhutan, Bangladesh shunaqa. Afrikada bor va Latin Amerikada, Chilida ochilyapti hozir. Hop, endi o'zingizni ish joyingizga keladigan bo'lsangiz, bu kompaniyada siz nima ish qilasiz? Qanaqa figurasiz? O'zim o'zbek bo'lganim uchun asosan hozir O'zbekiston bozori bilan ishlayapmiz. Level Consulting firmasi bilan birgalikda hamkorlikda. Level Consulting plus KTM Consulting ikkita kuchli jamoa birgalashib har bitta studentni ishini ustida ko'pchilik ishlaydi va professional xizmat va'da qilinadi. Men o'zim shu yerda o'tirib college application dan tortib vizaga topshirishgacha, vizadan keyin studentlar kelsa aeroportdan kutib olib, xohlasa endi ish bilan uy topishlarigacha yordam qilish niyatda Sidneyda. Boshqa shtatlarga o'tsa, uzoqdan turib yordam qilamiz. Siz asosan demak, bilishimcha SNG davlatlariga qaraysiz, to'g'rimi? Nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bor, studentlar bor, do'stlarimiz ham bor. O'sha Qirg'iziston, Qozog'istonda yozishayotgan. Lekin baribir asosiy auditoriyamiz o'zbeklar hozirgi kunda. Lekin qo'shni davlatlarga ham kengash albatta rejada bor va yaqin kunlarda. Hozir meni qiziqtirgan yana bitta qiziq savol biz uchun. Ko'p narsa qiziqtiradi. Ko'p narsa, nafaqat meni obunachilarim ham qiziqtiradi. Shu KTM Consultingni O'zbekistonga qaysi bitta branchini ochishni o'ylab ko'rganmiz? Hozirgi kunda aytganimdek Level Consulting bilan ishlayapmiz. Hozirgi kunda shu Level Consultingda ofisiga bemalol tashrif buyurishlari mumkin. Level nima, KTM nima, bitta ishlaymiz. Ya'ni shu aytgandek ikkita kompaniya sizni ustingizda ishlaydi. Katta kompaniya. Shunaqa. Ofislarga bemalol tashrif buyurishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda aytib qo'yishim kerak, ofis renovatsiya jarayonida. Tez kunlarda yana xabar beramiz. Toshkentdagi ofis renovatsiya qilib yangilanyapti. Shuning uchun hozircha onlayn bo'lib turibdi ishlar. Hozir mana shu videoni ko'rayotganlaringda KTM Consultingni va Level Consultingni profillarini qoldirib ketaman. Bemalol o'tib ko'rishinglar mumkin. Qanaqadir yangiliklar chiqsa, albatta ular ham o'zlarining profillariga joylashadi. Qoldirib ketamiz pastda. Endi ish jarayoningizga kelsak, qanaqa ish bo'ladi, nimalar bilan kuningiz o'tadi? Asosan mana keldingiz ishga, to'g'rimi? Xo'p, studentlar bilan aloqaga chiqasiz va ularda shu visa application uchun yordam berasiz, to'g'rimi? Ishim 10 dan 6 gacha Sidney vaqti bilan. Bu nima degani? Hozirgi paytda O'zbekiston bilan farqimiz 6 soat. Keyin bahorga chiqib 5 soatga aylanadi. Shuning uchun asosiy student bilan muloqot o'sha obeddan keyin boshlanadi.